ilk bor har bir o'yin bizni birga jamlaydi. Katta bayram misoli va biz uni bir boshqacha nishonlaymiz. Bir xalq, bir mamlakat, bir tanu, bir jon bo'lib. Ilk lahzalar Coca-Cola bilan birga. Texnologiya kundan kunga rivojlanib boryapti. Soatdan sanoatgamış. Soatdan soatga, soniyadan soniyaga. Bilasizlar, hozir ochkilar chiqib ketgan. Ana Meta degan ochkilar Instagramda yo'linglardan chiqayotgan bo'lsa kerak. O'shanga bu videoda mana bunaqa sizlar bilan smart ochkini obzorini qilamiz mana. Bu nima? Bu Mustafa. Ochkini qatga taqadi ochkini. Kelinglar, korobkasida nimalar borligini ko'ramiz. Ochil. Mana ochki. To'g'risini aytinglar. Ochki menga yarashdimi? Zaratchiga chiqdi. Keyin bu oyna artadigan naushnik. Yo, bu naushnik emas, hazillashdim. Nimadir? Va linzalar chiqdi, qanaqadir. Kelinglar, bularni nimaligini tushuntirib beraman. Qora linza ko'zni qamashtiradigan tik quyoshga qarshi, jigarrangga esa bulutli yoki xiraroq havolada tasvirni aniqroq va ranglarni ochiqroq ko'rsatib beradi. Lekin bitta narsa aytaymi? Bu ochkini taqib oldinglarga boraman-u, sizlarni zapis qilayotganimni bilolmaysizlar hamda. Shu darajada oddiy ochkiga o'xshaydi. To'g'ri, mana mamtida yaxshilab e'tibor bersanglar, kamerasi bor, ko'rayotgan bo'lsanglar, kimnidir oldiga borsanglar, hech kim ochkingizni chetiga kamerasi bormi yo'qmi deb qarab o'tirmaydi. Lekin bundan keyin qaranglar. Chunki sizlarni zapis qilib, har xil o'yinga olib kelish mumkin. Og'irligi jihatdan oddiy ochki bilan bir xil, qanaqadir og'irroq emas. Hattoki yani temirli qichchi ochkilar bo'ladi-yu, ulardan yengilroq ham desak bo'ladi. Ichidan chiqqan zaratchik bor, mana bunaqa zaratchik chiqdi. Uchini qaranglar qanaqaligini. Mabodo yo'qolsa, boshqa topolmaysizlar. O'shanga avaylab tutamiz. Ko'rasizlar, mamtida qizil knopka bor. Shu qizil knopkani bosish orqali zapis qilsa bo'ladi. Endi kelinglar, ochkigimizda video zapis qilib ko'ramiz. Va uni oldin iPhone'ga, ya'ni iPhone 6 Pro Max ga solishtiramiz. Undan keyin esa meni professional Sony kameramga solishtirib, hozir sizlarga 3 ta kadr ko'rsatdim. Qaysi birini sifati eng zo'r deb o'ylaysizlar mana shu chalovdan? Komment yozib ketinglar. Endi esa kelinglar rasmga olamiz. Qani, uchalovdan qaysi biri eng zo'r rasmga olarkin? Bittasi aytaymi? iPhone 6 Pro Max dan unchalik katta farq ko'rmadimmi? Sizlar nima deysizlar? Mustafa, nima deysan sen? Nima gaping bor odamlarda? Anaka, sashi. Agi sashi bilan quyoshga to'sqa yoqadi. Endi kelinglar ochkigimizda POV. Meni nuqtai nazarimdan qarab turib, ozgina mashina haydaymiz. Nima deysizlar? Qadrli kachisiga nechi baho? Sifat shunaqa. Ovozimni mikrofon emas, ochkini o'zi yozyapti. Shunga ovozimni sifatiga nechi baho berasizlar? Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha keyingi videoda. Yangi kanalimizga obuna bo'lib qolinglar. Yo'q, boshiya.